Distributsiyada savdoni olishdan to'xtatayotgan 4 ta asosiy xato. Birinchisi, ombordagi mahsulotlar tartibsizligi. Gohida omborimiz bo'm-bo'sh, gohida omborimiz to'lib toshgan. Buni sababidan agentlarimiz qaysi mahsulotdan buyurtma olish kerakligini bilmaydi. Yo'qotilgan buyurtmalar bu yo'qotilgan pul. Ikkinchi xatoimiz ko'ngilga qarab va vaziyatga qarab beriladigan bonuslar. Xodimlarimiz mukofotlarni shunchaki vaziyatga qarab olishadi. Bu degani nima bilan shug'ullanishni aniq bilmaydi, demak, ishi bilan shug'ullanmasligi ham mumkin. Uchinchi xatoimiz qog'ozdagi logistika. Yo'nalishlar samarasiz, yetkazib berish kechikadi, xarajatlar ortadi. Mijozlarimiz esa kutadi va raqobatchiga o'tib ketishadi. To'rtinchi xatoimiz savdo nuqtalarida nazorat yo'qligi. Mahsulotlar noto'g'ri joylashtirilgan, aksiyalar o'tkazilmaydi va standartlar buzilgan. Siz esa maydonda nima bo'layotganidan bexabarsiz. Agar yuqoridagilarning birortasi sizga tanish bo'lsa, bu allaqachon katta kasallikning kichik simptomlari. Sizga sales doktor kerak. Bepul konsultatsiya uchun raqamingizni qoldiring va bizga obuna bo'ling.